Bugun sizlar bilan birgalikda shu Instagramda mashhur bo'lgan, trendga chiqqan hozirgi kunda atirgullik blinchik tayyorlaymiz. Buning uchun hammamiz o'zimiz foydalanib yurgan blinchik retseptidan foydalanamiz. Shu oddiy hamma masalliqlarni birin-ketinligida sovib olamiz. Kerakli hamma masalliqlarni videoning tagida yozib qoldiraman. Yaxshilab aralashtirib ketidan sutimizni sovib olamiz. Har doim blinchikka biroz manniy kruppa qo'shib yuboraman. Unimizni eliymiz. Oxirida yog' qo'shamiz. Blinchik xamirini har doim suzib olsalaring, blinchiklaring yana ham mayinroq chiqadi. Suvi quyuqliklari shunaqa bo'ladi. Shu rangdan foydalandim. Xohlasalaring, pushti qilmoqchi bo'lsalaring, kamroq solasizlar. Blinchik pishirishdan oldin har doim tovani qizdirib olsalaring, blinchik yana ham mayinroq bo'lib, teshikchalari ko'pgina bo'lib chiqadi. Shunaqa hammasini birin-ketinlikda pishirib olib, orasiga qaymoqli krem qildim. Xuddi shu shaklda o'rab chiqamiz birin-ketinlikda. Videoni qisqartirdim, chunki orada svet o'chib qolgani uchun telefonim o'chib qoldi. Ustiga bezak uchun saxarni pudridan foydalandim. Tayyorlab bo'lganimizdan keyin muzlatgichga 2 soat davomida tindirib qo'yib, kesilishi chiroyli chiqadi. Hammaga yoqimli ishtaha, tayyorlab ko'rishlarini maslahat beraman.